Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddikinning ichiga tiqvatgan edi. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz qarindoshlar, hammalarning shu vaqtinlar xayrli bo'lsin. Men Dilyar Musabay, bugungi programmaning riyosatchisi, analizchisi. Talas Story ekraniga hammalar xush keldinglar qarindoshlar. Menga 1 minut vaqt bersanglar, men bir nimani tekshirib o'tsam, hammasini ishlayotganlik emin bo'layli. Shikels ishlayotgan şeydi. Qarindoshlar, ovozim agar yo'q bo'lsa yo'q deb qo'ysanglar bo'ldi qarindoshlar. Ba'zida ovoz texnik holatdan chataq chiqib qoldi ekan. Bugun biroz tayyorliqsizlar va xabarsizlarni chiqib qoldik. Asli Isroiliya Iran urush to'g'risidagi analizning 3-chisini qilishimizning hojati bormidi, yo'qmi, men bilmayman, lekin bir oxirsini chiqarib aytgan bo'lsangiz deganlik uchun bugungi programmani qilyapman. Bugün əməliyyatda bəkmə nim qıldığan deyişildiğən narsa yox. Əgər mən bir şeydə bir qancha nöqtəlarni və hazırki əhvaldan, yəni İran bilan İsrailya bir oq etishni to'xtatish kelishimidan keyingi ba'zi taraqqiyotlar və bu urush jarayonidan bugun biz xabar topgan ba'zi ishlar to'g'riliq uçurib berishni asos qilaman. Eğer ahırda biraz vaktimiz olsa, eğer qarindoshlar nahmeydan ko'rayotgan qarindoshlarning savollari bo'lib qolsa, ahirsi da savol so'rasa, shunga qarab javob bersam bo'ldi. Lekin bugungi programda bekchiq narsa yo'q qarindoshlar. Undan olsa, bugungi asosli nuqtamizga kelsak, birinchisi biz oldingi analizlarimizda deganimizdek, bu İsrailiya bilan İranning ikkisini o'rtasidagi bu to'qinish 12 günlük bir qisqa urush. Biz bunun analizlerimiz deganimizdek, Amerikanın ruxsatsiz İsrailiyaning o'z oldiga qilgan harakat ekanligi bu oxirsida namoyon bo'ldi endi. Ya'ni bunda harakat planlarini, urush planlari, war game'lar, senariyolarni harbiylar, askariy qanot davomli buni tayyor qilib turdi endi. Gap shuni qachon ijro qilishda. Ya'ni bu harakatning planlanganlığı uzun yıllar bo'lgan bo'lishi aniq. Faqat onun başlash kuni bilsiz, bizning o'ylaganimizdek Amerikaning ruxsatsiz bo'lganligi ishni İsrailiyaning boshlab o'tganligi va oxirsida Trumpning uni qanday to'xtatganligidan bu texmi aniq bo'ldi endi. Onundan keyin ikkinchisi Amerika oxirsida to'xtatishda yana burun degandim, İsrailiyaning lobbisi va Amerikaning ichida Yahudi lobbisi deb. Şunun için İsrailiyanın yüzünü düşürmegen şekilde bir to'xtatish planı şeklinde 3 tane nimini yadro stansiyasini, yadro tadqiqot markazini urganligi bilan tugdi oxirsida Amerika kirib urdi. Bu yerda bu urushdan, ya'ni bu shu 3 yana bombardiman qilgandan keyin nurg'ulg'an savollar chiqishga boshladi. Birinchisi Atom Enerjiya Merkezi IAEA hech qanday yadro eqish voqeasining bo'lmaganligini dedi. Ya'ni agar bu yerda yadro qo'yiqlantirilgan uranium bo'lsa, uni bomba bilan ursa, u yerda yadro portlash ko'rishimiz kerak. Agar u bomba bo'lib portlash darajasiga yetgidek qo'yiqlantirilgan uranium bo'lsa, ya bombasa, agar bomba darajasiga yetmagan bo'lsa, u yerda bir yadro eqish, ya'ni yadro bulg'anishni ko'rishimiz kerak degan tuqburun. Hozirgacha atom organi IAEA degan xalqaro tashkilot hech qanday yadro bulg'anishining yo'qligini deb kelyotdi. Ondan keyin bir satellite rasmi chiqdi dunyoga. Ya'ni ashundan 2 kun burun shu nimani ventilation, havo almashtiradigan nimasini almashtirish uchun, ashadagi markazning havo almashtirish sistemasini almashtirish uchun 16 tane yük maşinesi bilen kelganligi va bu yerda
hava almashtırış sistemasini yenilash nomi ostida 16 tane yük mashinasining bu yerga kelganligi va ba'zi narsalarni ichiga akirganligi va ba'zi narsalarni chiqib ketganligi pash bo'ldi hozir. 2 kun burun uraniumning yo'tkatilgan bo'lish ehtimoli nihoyat cho'ng. Ondan keyin üçüncü bir narsa Amerikaning Pentagonning shu ishni yana bombardimon qilib qo'ygandan keyingi buning qanchalik ziyni bo'ldi, Iranga qanchalik ziyon urdi degan shaklda yozgan istixborot doklati qisman oshkorlanib ketdi. Yani bunun da deyilgandimi? En jiqosa bir qancha oy Iranning yadro planini bir qancha oy kechiktirganligi, butunlay yo'q qilib o'tolmaganligi to'g'risidagi ma'lumotlar oshkorlanib ketdi. Bundan qaragandimi, ya'ni Iranning yadro qo'yiqlashtirish harakatining butunlay palash bo'lganligi natayin ekanligi hozir oshkor bo'ldi. Amerikaning o'zining Pentagonning bir doklatining bir parchasini oshkorlab etdi media. Ba'zi odamlar shu yerda ishlaydigan. Bunundan biz bu qitimqi narsaning to'liq nishoniga yetgan bir urush emasligini, ya'ni ashani bombardimon qilgan harakatning to'liq nishoniga yetolmaganligini bildik bu oshkorlanib ketgan narsadan. Andaki yana bir narsa oshkorlandi, u bo'lsa-mu IAEA, Xalqaro atom energiya tekshirish organining shu Iranning yadro ilgirlash yadro tadqiqoti jarayonida shu yerda ishlagan IAEAning xodimlarining Iranning yadro mutaxassislari, olimlarining uchurlarini Isroilga sotganligi, Isroilga uchun josuslik qilganligi oshkorlandi. Bu odamlar Iranning ashada ishlayotgan yadro mutaxassislarini, ximiya mutaxassislarining ismi, rasmi, uy adresi qatorliqlarni Isroilga avatib turgan yillardan beri. Shuning uchun Isroilga birinchi oldidagi 2 kundagi nuqta atash deydigan har bir odamni birma-bir uyma-uy dronlar bilan hujum qilib o'ltirishida amaliyotda IAEAning qo'li chiqdi hozir. Xalqaro atom energiya tashkiloti Isroilga butun uchurni shular ta'minlaganligi oshkorlandi. Ondan keyin Ironda hozir bu narsa tugagandan keyin Ironda Isroilga josuslik qilganlar degan nom bilan nurg'unlik odam darg'a esildi, nurg'unlik odam o'ldirildi. Albatta İsrailya uchun ishlaganligi oshkor bo'lgan odamlar bor buning ichida, ya'ni vatan xoinlari Iron uchun. Undan boshqa Ironmi hamda shu vaqtdagi fursatda balkim o'ziga qarshi siyosiy kuchlarning odamlarini shu shamolda yo'qotishi mumkin hamda yo'qotayotgan bo'lishi mumkin. Bu yana bir narsa, ya'ni bu ishning natijasi sifatida Ironning ichida keng ko'lamli tutush va bostirish, hatto o'ldirish harakatlari bo'lyapti hozir o'tgan necha kundan beri. Endi kelgusi to'g'risida bu bo'lgan ish bunchalik bo'ldi-da, kelgusi to'g'risida bir qancha savol chiqishi mumkin. Birinchisi, agar Iranning bu yadro qo'yiqlashtirish harakati edi, ashlar deydi-da, ama xalqaro buni isbot yo'q. Bu Amerikalar Isroilning iddaosi bu. Agar bu butunlay yo'q qilinma yerim palash oldi tashlab qo'yilgan bo'lsa, Iran buni qag'ayadan davomlashtiramdi. Oldimizdagi yillarda ko'rdik biz. Bu yerda davomlashtirmaydi, ya bular endi to'xtaydi deyli desak, 3 tane qo'rqinchli misol bor Iran uchun. Onun birisi Iroq, ikkinchisi Ukraina, uchinchisi Liviya. Iroq va Ukraina ikkilisi yadro tadqiqotini to'xtatdi va buning natijasi sifatida ikkilisining davlat ishg'ol bo'ldi. 81-yili Iroqning yadro elektr tadqiqot markazini Isroilga bombardimon qilgandan keyin Iroq to'xtatgan yadro tadqiqotini, ama 2003-yili nihoyat qo'rqinchli holda bir ishg'ol uchurdi davlat. Ukraina'mı 90-yillar 91-yildan keyin Rossiyaning besim bilan o'zi mustaqil bo'lib chiqqandan keyin 94-yilmi esimga kelishicha yadro tadqiqotini to'xtatgan ularni. Va ularni 2-3 yilning oldida ishg'ol uchurdi Ruslarning. Uchinchisi Liviya. Gaddafining yadro qurolimizni ximiyalik qurol tadqiqoti batdi. Gaddafimi Yevropaning besim bilan buni to'xtatgan Liviyada.
Ama ulamı 2011-yili nəhayət içinişik şekilde devleti hücum uçurdu. Şunun şu İran'ın aldığı da bu 3 tane nesi var. Yani 3 tane misal var. Dərsi var. Şunu bunundan ülgü edip İran davamlıq bu programısını davamlaştıramdı. Yakımısı davamlaştırmayı toxtsa yani bir 5-10 yıldayken resmi kurukluk şekilde hücum uçuramdı. Bularını hem de aldığımızda körümüz. İran toxtutdu ya toxtatmaydı diyemeyimiz hazır hem de. Onun dikin İsrailiyanın hazır bu qitimqi işinin bir netice süptide İsrailiya bir tamğı üssü diye vakitim. O nimidek Palestin'dek, Livan'daki, Hizbullah'dek, Yakumuz Suriye'deki asan emesligini yani özgü bir titiydiğen birisinden bağlığını köy diye vakitim. Ve ötkendimi digentim aldım analizdimi İsrail'e 60 yılın yağı uçurmağın bir ziyan uçur diye vakitim. Hem de İran'ın balistik füzelerden 3000 var deyildi. Bu qitim bir işletken bolsa ve cık işletken bolsa 200 etrafında işletken buluşu mümkün. Elki aldı diyem kılıp evet dediğim drone bilen bu nimelerin demeyeceğim ama resmi Şahap Şikki degendek Şahap Şikki degende ve onun üstündeki Khorramshahr degendeklerden 3000'e yakın füzesi var dep qarıldı. Demek İran onun sanını köpeyse İsrail'e tekimi çok ziyan bereleydiganlığı bu qitim aşkar oldu emdi. Şuna İsrail'e davamlıq bu yerden davamlaştırıp nima qilamdı? İran'ın rejimini almashtirish uchun yani İran'daki hazırki Şia Molla rejimini örüş için davamlıq hareket qilamdı, qilmamdı. Bu yana bir mesele. Uzun vadede qiladi da o tabii bunu. Ama qisqa vaqtida hazırki o kelishilgan kelishim vaqtliq urushni yoki jidalni to'xtatish, o'q etishni to'xtatish kelishimi. Bu kelishim ömrü uzun bo'lmayla İsrail'e yine bu İran bilan jidal qilamdi. Yoki bu qitimqi to'xtash biraz uzunroq bo'lsa, andikin azroq vaqt o'tgandan keyin yani bir qancha yildan keyin resmiy harakatiga kelamdi. Buni ham oldimizda ko'ramiz. Ama İsrailiydan Kecho'slar qarindoshlar Gelimbek qimshib ketdi. Ama İsrailiydan bu İran'daki rejimni to'xtatmay turib, bunu tugatmay turib, Yakumus rejimni almashtirmay turib, İsrailiyning o'zini bir bexatar his qilishi natayin. Shuning uchun uzun vadede İsrailiya yana yoki o'tir vadede İran'ni ko'chilashga davom qilishi aniq. Undan boshqa Amerika quruqlikdan kirib ketib qoldi degan tuq İran'ga. Bunu ba'zi odamlar Amerika albatta kirmaydi-da, u yerga hech kim kirmaydi deydigan ahvolni ko'rdim. Şu Amerika şu aşağıya kirsi bo'lmaydiganligini yillardan beri Irak ve Afganistan'da bo'lgan hadisalardan keyin urush qarshiligidan Amerikadan ait keng ko'lamda taqab ketishidan keyin tonib yetdi. Bo'lmasa Amerikaning burunqi kallasi olgan bo'lsa, avval Afganistan, andiki Irak, andiki Suriye, andiki İran aşağı hammasiga bir plani vatdi, bularni 7 yilda 9 urushma, 9 yilda 7 urush deydigan. Hatta bir qancha davlatni tizib elib birdan kirmek chiqdi. Lekin ikki davlatdagi urushlarla Amerika olsirdi ve İran'a kirsang bo'lmaydi deganlarning ovoziga quloq berishga boshladi ve kirmedi. Yili hem tugimidi bu xatar, yani Amerika'nın İran'a petib qilish ehtimoli tek tugimidi. Bu her vaqt bağaldığımızda gibi 10-15 yılda. Şunun için ama bu da qitim. Eğer bu İran hazır yadro elektrik nimesi yadro koral programımızdan bırak vazgeçse, yani bir 10-15 yıl içinde İran'ın resmi işgal uçurmaydıqanlığa kim kipillik kılalaydı. Abay deyilimdek bundan burun yadro programımızdan vazgeçken devletten 3'ü
işgal uçurdu keyinki 15 yıldan içinde. Şunun için İsrail'e bu daqı nemini kaçan kılıdı. Bunu hem de aldığımızda görürüz. Bu daqı bu rejim özgertiş için tatılaydık işini. Ama hazır o rejimini özgertenmeydi o. Bunu aldık analizladım degen toq. Çünkü alternatif yok. Anın içinde biz hükümet bulup manu örvetsem biz çıkımız deydiğen küş yok anın içinde, iş yok. Amerika keçketken Şahının oğlu Pehlevi ailesinin balısı var ki o mandak etqanda o Amerika Reza Pehlevi degeni bir nanqipi o Şah ailesinden bulup qalmasa o koçudu jurduğun nime əməliyyatda. Şunun için onun qomu qəribliklərə pek itibar bəgə işmi yok hiç kaçan. Bu qitimli Trump'ın aitı onun geplerini qattiq inkasularla onu uruplu etti desek mi buludu. Şunun için hazır hiç qanda alternatif yok iken bu İran'daki bu rejim örülse onun ornuğu birisi çıkıp bu yani şu nimini muqimliqni saqlab qalalaydigan bir rejimga ko'z yetmese onu hazır özgertishga bo'lmaydi u yerda qalamqanchilik chiqadi, qirg'inchilik chiqadi, ko'chma masalasi chiqadi degandek. Shuning uchun Amerikaning İsrailning bu yerning rejimini o'zgartish orzusiga Amerikaning qo'shilmaydiganligi nihoyat aniq ko'rindi bu qitim. Şunu bir mezgil bu narsa besqib kelishi mumkin yani aldığımızda ama İsrail'e davamlı tatılab turduğunu aniq o. Ama maqitim natija sübutida yana bir narsa o'tirib chiqdi. Burunlarda anchalik bilinmaydigan narsa. Yani Amerikadagi Yahudi lobbisini burun talash tartish qilolmaydi Amerikada. Ma internetlar keng yayg'in emas, sosyal medya yayg'in emas. Hammadam CNN bilan Fox degan ikki kanalga qarab o'tag'ishqa yoki shunga o'xshash amaliyotda 5 shirkat boshqurdi Amerikadagi medianing hammasini. Şu 5 şirketning mediası qarab o'tag'ishqa burun aşıla yeteklab ketadi xalqni ve medialarda, shularning kontrolli medialarda Yahudi lobbisining gapini qilolmaydi. Kim onun gapini qilsa, shuni media chamakesa qiliblar yo'qotadi. Ama hozirgi sharoitda sosyal medya, hatta Amerikaning kontrolidan sırt sosyal medyalar, buna yerda Telegram var, Ruslarning, Xitoyning va TikTok. Bularning vasitasi orqali Amerikadagi Yahudi lobbisi burunqidek perdenin keyniga o'tib olanmay qoldi bu qitim. Bu qitim oshkora internetdagi YouTuberlar olsun, siyasi kommentatorlar olsun, siyasi mulohizchilar. Shu ana iqib 5 şirketning kontrolligidagi ana iqib mediadan boshqa yozmacha, ovozliq va video sosyal medya shaklidagi bu mediada nihoyat keng ko'lamda Yahudi lobbisining Amerikadagi roli talash tartish qilindi bu qitim. Nurg'un odamlar buni ochiq oshkor dedi va biz Amerika birinchi deb chiqsak nima uchun Isroilga birinchi bo'lib qoladi? Bizning prezidentlarimiz uchun. Nima uchun bizning siyosatchilarimiz Isroilning Yahudining lobbisiga yoqdi yemmaydi degan narsalar ajoyib keng ko'lamda talash tartish qilindi. Yani burun bunda bo'lib baxmagan, buni qilolmaydi Amerikada. Ama bu qitim nihoyat keng ko'lamda talash tartish qilindi va AIPAC yani İsrail'nin yakınısı Yahudilarning Amerikadagi eng chong lobbisi bu qitim biraz silkindi. Biraz titredi bularning o'li. Yani xalq narsani bilgan siri, haqiqatni bilgan siri o'zlari bilet tashlab saylagan siyosatchilarning o'zining ulusi, o'zining davlatini emas, boshqa bir davlatni amina oldi qo'yib olganini xalq bilgan siri uni qilaydigan imkoniyat taraydı o lobbiler üçün. Şunun için bu qitim menimcha bu to'qinishning eng cho'ng natijasi mushu bo'ldi. Amerikada Yahudi lobbisi tunji qitim keng ko'lamli talash tartish qilindi. Ve bunun oxiri nega vardı oldimizda ko'rimiz ve oldidagi programmalar deb o'tgunimdek yosh avlodlar bilan ustidagi cho'nglar o'xshamaydi. Yoshlar bunday masalalarda sezgur Fox'un bu kanalı bilen aldap mağdığa yerden ötep ketdi hazır. O yaşlarını aldığı olmaydı ondan nesler bilen. En de hazır bunun diki mine dikkat qotqayan bir noktam medyanın kengliğini sosyal medyadaki mezmununu kontrol qılanmağaşqa hazır algoritmini kontrol qılatqanını gördük. Yani Palestin tarafı yan basqan xabarlarning izlep şu sözmüsüz izlemek için çıkmaydigan demallı açsa bizge suggest qilgan, tashabbus qilgan video ya xabarlarning
İsrailiye tarafdaki xəbərlər işgənligini bayqıdım şəxsən özümün təcrübəmdə. Şuna xəbərini toslayanmısımı? Algoritma arqılıq yolunu kesip azraq göründüğün alğa əgiliş getirişib atqandək durduq. Şimdi bunu qançıq qıla alaydı görümüz. Şuna Amerikada özünün əhvali, siyasetçilərinin əhvali və nimi doğruluq, lobi, başqa dövlətlərinin təsiri doğruluq resmi kallasını silkib etib bir uyğunlaşını gördük. Anladık ki, endi bununki yana davamlıq nimisiga bansaq, kelgüsiga Türkiye xətiri. Bu işin Türkiye xətirini ben bir şey daha üsteyip şekilde dep geldim. Kendi biraz oçuk dedim, anken bırakla oçukla dep katım. Türkiye xətiri var bu işin. Ama Türkiye xətiri kaçan çıkıyor? Menimçe kaçan çıkıyor desenler Erdoğan'dan keyin. Erdoğan ya düşkəndən keyin ya vafat bolğandan keyin Türkiye ayıqı, Türkiye tərəfi onundaki resmi bir ötkəndə mən degan senariya boyunca resmi bir potansiyel xəter var idi. Ben onu çokum buldu demeyim ama bir 30% ihtimali var, bir xəter var benim nəzərimdə. Şuna Türkiye'nin eğer o xəterini azaltman dese qıldığı işi bu işe kirip ketken köşmellerini biraz kademme kadem kendine kaytırış kegeyerek yollaş. Onun için Türkiye'nin işçide assallıklarını, Kürtler ya ki başka Türkiye'deki başka halklarını Türkiye'nin mühim bildiğin, Türkiye'ni özünün vətini dep gördüğün, Türkiye'nin bayrağını özünün bayrağı dep gördüğün kılış üçün ulanın köngülü nüftuş gerek. Şunun için Türkiye'de bazı bir islahatla, bazı bir nesle buluş gerek oldu. Bir qatar qədəmlərin analikin adalet o bir devlette özünün soğutunun adaleti işlenmegende o devletin şu uludun çak getidi. Adalet mülkün temelidir deydi bu. Adalet devletinin asası. Şunun için Türkiye özünü reform kılıp özgertip bazı bir nesle gelgende özünün halkını öz bayrağının pəxirləndiğən, yani halkı deyinim bütün gruplarını, astallı, milli ve dinli astallık bütün gruplarını bir ulusunun bir partisi geldiği eski uzup şu bir ulusunun menfaati şu hareket kıldığın yege ekiliş gerek. Ama o yege kemmese özünün içindeki ictimai mesele, siyasi mesele alınıp kalsa siyasi mesele çıkar yani başkalar gelip tatılaydı. Şunun için ama Erdoğan'ın bu vaxtıda bu nəslərini oyluş, bu nəslərini qılamdı desə, menimcə Erdoğan qılmaydı. O adamın birli xiyali, ölgücə hukukda oturuş, onun da kiyinini oylaşqanda kimi qılmaydı o adam, hazır qarsak. Şuna Türkiye xətiri tek tügümüdü, o aldığımızdaki bir 20-30 yıl o Türkiye'ye doğruluq bir tehdit var bu rayonda. Şuna aldığımızda tek körümüz davamlı qanda nemişler oldu. Hem de ben aldım gittim. Türkler bu İran'ı 1000 yıl başqa olğan desem, bununla bir qancha xil qiziqarlıq inkas tapşırıb aldım. Birisi Türkler dese, qeyrindaşlar bu Türkiye'deki Anatolia'daki Türklerni oylamanlar. O Osmanlı İmperiyası degen özünü Türk dep atamagan Osmanlı İmperiyasını Avrupalıqlar Türk deydi. Osmanlılar özünü Türk mü demeydi. Keyin Cumhuriyet'ten keyin resmi biz Türk milleti dep çıktı Mustafa Kemal Atatürk'ün nemisi de. Onun aldıda Osmanlı'da beidrak degen bir gepler var. O yıllarda hiç düşünmeyi. Lekin özünü Türk, biz Türkler bunda Türk devleti demeydi devlet mi? Bu vaxtlarda devleti Aliye-i Osmaniye deydi o. Asasen İslami kimlik bilen manğan devlet idi. Ama yandakiler ulanı Türk deydi. İşte Aliyelikler, Grekler, düşmeli. Şunun için ben Türkler diye vaxtında bu Türkiye'deki bu Türklerden oylamanla bular 1923 yıldan keyin resmi biz Türk milleti dep çıktı. Onun aldığında iş yoktu ulardı. Ama onun aldıda özünü Türk deydi kallar başkalardı. Yani biz topma biz taraftakiler. Ve İranlı Türkler başka olgan degendi mi? İranlı Oğuz Türklerinin olmuş. Bugünkü Türkiye'deki Türklerle okşaş Oğuz Türklerinin başka kabileleri yani başka olgan. Mesela Selçuk devlet kurulgandan keyin başka olgan deydi. Selçuk Bey, Selçuk devletini kurgan adam Oğuz Türklerinin Kınık kabilesiydi. Osmanlı'nın kurganlar Kayılağı deydi özüne. Mala Kınıklağı deydi. Kınık yani bir kabile.
Bular İran'ı başkoydu, keyin bularning avlodlari yo'baz bir xonadonlar almashqanishli bo'ldi, lekin yanala Türklerning qo'li tutdi. Buningga men bir İran'dagi urushlar chanishishni o'ylamayli, men bir qiziqarli bir narsa o'qib beray sizlarga qarindoshlar. Ma'bu İran'ni boshqargan Safavi devletlerinin, yani Türklerinin İran'da Selçuklu'dan keyin kurulgan devletlerinin Şah İsmail'nin şiirden bir nohbire, yani İran'ı başkoğan 500 yılının aldı da İran'ı başkoğan İran'ın şahinin şiirini alanlar. İran dese belki yat bir memleket deb o'ylasak bo'lmaydi. Çünkü bana anlap yakında, yani 500 yılının aldı da İran'ı başkoğan İran şahinin öz kalem bile yazgan şiiri. 5 kubletlik şiir anlap yakında okbirey. Ezel bahar olmayınca kırmızı gül bitmez imiş. Kırmızı gül bitmeyince sefil bülbül ötmez imiş. Bahçıvan sata bu gülü, haramdır parası pulu, ağlatma sefil bülbülü, gözyaşını silmez imiş. Bülbüller gelir ötmeye, güle sarılıp yatmaya, bağban gülü satmaya, gül kadrini bilmez imiş. Yılda bir gün ziyan olur, dost yoluna talan olur, bazı insan hayvan olur, hayvan adam olmaz imiş. Şah hayatım ölmeyince, temim turap olmayınca, dost dosttan ayrılmayınca dost kadrini bilmez imiş. Bu 500 yıl aldı da İran'da başkoğan İran'ın şahinin yazgan şiiri. Türkçe yani. Şunun için bu İran degen bu devlet Türkler başkoğan mıncıl Türkler, yani aylık burunqu Türkler biz yani bütün Türkler bir vaxtdaki Türklerin adı. Şular mıncıl başkoğan ta 1924 yılı Fars ailesi olan, yani İranlık ailenin şahını Amerikalıklar İngilizler yölep jürüp tişlep çıkargan bir devlet bu. Bugün bu nüfusun 40% Türk, 40% Fars, kalan 20% Arap, Baloch, nime, Kürt degandek başka xalqlar var. Şunun için İran Türkler başkoğan deganimde rast Türkler başkoğan bir Türk devleti bu. Mıncıl Türk devleti olan bir devlet. Xuddi ma tili, azaqı şahinin tiliga o'xshash Türkçe bularning mıncıllık devlet tili şu. Elbette Fars edebiyatının tesiriga uçurgan işler var. Hatta o kadar kinaylik, komedilik yeri var ki Osmanlı'nı başkoğan sultanlarının şiirlerinde ölgüdek Farsça var. Onu bugün okusak düşünmeyimiz. İranlı başkoğan Türk hükümdarlarının şiiri bütünley bugünkü okşaşlı Türkçe yani. Hatta oylap bakınlar, Shakespeare'nin devredeki 500 yıldan aldığı İngilizcini bugünkü İngilizler anlısı düşünmeyi de tüzek. 500 yılının aldığı İranlı başkoğan Türklerin Türkçesini bugün anlasak, menimce dost kadrini bilmezmiş degenini düşünmeyi kağa İranlar yoktu. Yani aşındak devlet İran degenimiz. Şuna qarindoshlar, bugün biraz urush, kan, strategiya, qaslash, putulashni so'zlashmay biraz şiirdim mi bir misal deb qo'ydik. Agar da savollarlar bo'lsa, qarindoshlar, mening bu programma yana 10 minut vaqti var deymi? Yarım saat vaqti var, ketaq yarım saat bo'pti. Savollarlar bo'lsa, yozib qo'ysanglar, men Facebookga qarab javob berishga tirishimman. Agar savollar bo'lmasa, YouTube'ni ko'ramadim qarindoshlarım. U yerga YouTube'ga yozgan qarindoshlar bo'lsa, uni men ko'ramadim. Facebook'a yazdıran qarindoshlar bo'lsa, savollar so'rasanglar memnun bo'laman. Anglicha men bu ishning Sharq Turkistonliklar masalasida İran'ın qanday rol o'ynaydi, bu İran'dagi ishlarning bizga qanday ta'siri bor degan nuqtada men o'zimning shaxsiy qarashimni so'zlagashtiray. Agar shuncha vaqtni yoqib bo'lgan ishlar yoki qanday tim bo'lsa, savolinglar bo'lsa, bugun yarım saat vaqtimiz var, yozg'ach tursanglar bo'ldi qarindoshlar menga qaracha. İran'ni İsrail'e ursa, bazı qarindoshlarimiz qo'shib ketishdi. İran'a keldi navbat. Bu mustabid devletler deydigan gap bor bizda. Dunyoning mayqi güzel demokratik devlet, mayqi mustabid devlet bu
Amerika'da sızlaşqa tirişidigan bir resmi ama ameliyat ondan emas. Ameliyatta bu O'rta Sharqdagi diktator davlatlarning diktator bo'lishinin sebebimi ba'zida shu Amerika sababli bo'ladigan ishlarmi bo'ladi. Ya'ni cho'qim mesela mustabid davlatlarni Amerika yaxshi ko'rmasa Saudiyada deb ishi bor. Saudiya bilan Iranning nima farqi bor? İran o'xshash nimadan Shia nusxasi, Saudiya sunniy nusxasi o'xshash kelsa. Bakrayibmi shu. Ya'ni menfaat to'g'ri kelsa, o diktator olsanızmı işlayverdi Amerika bilirsiniz bilir. O yere iş taqashmaydi Amerika. Endi İran ne? Yıkılsa, yakomisi İran'da bir qalayimqanchilik bo'lsa, yakomisi İran'da bir rejim almış, jarayonida bir Suriye'ye o'xshash qalayimqanchiliklar chiqsa, bizga foydaliq deb qaramayman men shaxsan. Tamam, Xitoyga setildigan ba'zi bir narsalar, neftlar, bu narsalar Xitoy kesilishi mumkin, lekin uni oladigan yana topadi Xitoy yana boshqa davlatdan. Venezueladan akasimi akiladi neftni. Ama bu yerda nima bo'ldi deganda, bu yerda avay deganimdek 40% nüfus Türk. Eğer İran Suriyalashtirilsa cuma 40% nüfus Türk ve bu Türkler İran'da biz 1000 yıl baş koygan bütün İran bizning degan kallada iken. İran şunaslarının nimisini tepedim o yazgan dersini aldım gittim programları. Onda olsa bu Türkler bütün İran bizning Fars bilen Türk birliği yaşayan bir yerde degen bu kallıdı bolsa bu Türklerin entelektüelleri, tarihçileri, ziyalileri, serhilleri degenler bu kallıdı olsa mutlak köp kısmı. Bula tekrarga karşı qanchalik uruşudu bu bir. İkincisi Şimalıda Azerbaycan var. Azerbaycan ile İran'ın rekabeti şu Qarabağ meselesindeki resmi başlandı endi. Bu Azerbaycan mı Şia boğallığı için İran din arqılıq Azerbaycan'a nimi işiltetdi, bisim işiltetdi. Ular din kartısını oynaydı çünkü Şiaizmning merkezi İran bo'lgan ekan, Azerbayjandagi xalqning dinini suiiste'mol qila olsa İran, u vaqtida Azerbaycan'a ta'sir ko'rsatadi. Bununla karşı Azerbaycan bu İran'ning ichidagi Türklerni, yani Azerbaycan bilan o'xshash shivasini so'zlaydigan Türkçünün o'xshash shivasini so'zlaydigan bu xalqlarni İran'a qarshi ko'zur qilib, ular millatchilikni ishiltatdi. Azerbaycanliklar millatchilik qilsa, İran'ning nimasiga tegdi tomiriga. Ama İran'ninki Azerbaycan'a din kartısını oynaydı, yani Şiaizmni oynagan ekan, ayadagi xalqning nimasiga diniy istoylarni suiiste'mol qilib bo'ldi. Mesela Saudiya Türkiye'ye shundaq salafizmni o'ynadi o'yna o'tgan necha yilda yani. Shuning uchun bu Azerbaycan o'rtasida bunda bir raqobat boshlandi shu nimadan keyin, Qarabağning masalasi hal bo'lgandan keyin. Endi İran'da bu yerda bir mushtaq hem Şialik var, hem Türk milletçiligi var. Bu xil şekilde İran'da bir qalayimqanchilik chiqsa, o parchalanishi teskepte ama onun vaqt var. Lekin Suriyalashtirilib bir ishchidan bir qalayimqanchilik jidal chiqsa, o vaqtida Xitoy o'zining ittifoqdoshida ağırlık qilib chatda o'tiramdi, yoki Xitoy texmi cho'ng qo'l sala olamdi. Texmi cho'ng bu yerga kira olamdi. O'xshamaydigan gruplarni qurollandirish shaklida. Mesela maqaytim Amerika nima İsrailiya bu ishni qilgan vaqtida ba'zi odamlar g'aribchilarning shu biz Uyg'urlardan bakabin deganlar Xitoy bu jidalga kirdi deganlar bo'ldi-da. Ama ben bunda yo'g'inmaydi, ishlab tunning boshdan oyoq ko'rgan misollar. Ya'ni Xitoy uchun o'ylasam, mening kallam shunday o'ylaydi Xitoyni. Bu yerga Amerika quruqlikdan kirmagicha Xitoy bu yerga kirsa bo'lmaydi. Xitoy ziyon tortadi. Agar Xitoy bu yerga kirib, bu yerga elitin qurol setib bu jidalga aralashsa, bo'lib ichidagi Balochiston, anki Kurdlarning masalasiga aralashsa, o jidalni Xitoy Sharq Turkiston Tibet masalasiga keladi. Udulla o'zining ishchilik masalasini alda tashlab qo'ydi. Shuning uchun Xitoy uchun eng rasional bo'lgani, eng to'g'ri bo'lgani, Amerika İran'da rejim o'zgartimiz deb quruqlikdan kirsa bu yerga,
Onun deyken Afganistan'da Taliban'ı kollap Amerika'nın işçiге, Tağının işçiге kirip olgandan Taliban'ı kollap durup qanday vurgan bolsa, İran'da mı şunu kılışqa addikin össe Xitay üçün toğru oldu. Şunu mening o'ylaydig'im, Amerika İran'a quruqlikda kirmigicha Xitay bu yerga o'chqashqari yoki boshqa shaklda aralashishga petinolmaydi deb o'ylayman, uni qilmaydi deb o'ylayman. Ha, yaning tegidan avval nimaga Shimoliy Koreyaga, Amerika Shimoliy Koreya orqali İran'a qoral to'shib turish mumkin. Lekin undaq rasmiy shaklda keng ko'lamlik bu ishga Xitoyning qo'lvojimi degidek kirishi Amerika quruqlikdan kirmigicha undaq qilishi notayin deb qarayman. Undan başqa, agar bu yerda cho'ng bir qalayimqanchilik chiqib yoki bo'lmasa Suriyalashtirilsa desak, İranning mayiqida kimlar bor? Pokiston bilan Afg'oniston bor. İran qalayimqanlashsa, Pokiston bilan Afg'oniston bu qalayimqanlik o't bizga kammisin degan shaklda Xitoy bilan texmi yim bo'lgan asosda koordinatli shaklda hatta Türkiye Cumhuriyetler hammasi birlikte bir qalqon shakllantirib Amerikaga qarshi birliksep shakllantirib qo'yish ehtimolini o'ylashmoqdimi? Chunki İrandan o'tiblarniki sakrab Sharq Turkistonga kelmaydi. İrandan keyin Pokiston bor, Afg'oniston bor, undan keyin Sharq Turkiston bor. Onu shimolga chiqsa Türk Cumhuriyetlari bor. Ulardan o'tmay turib bo'lmaydi degan. Onundaki ularning yana bir farqi, bu o'tganda dedim ya, bu Iroq, Turkiya, Suriya, İran degan bu to'rt qassobning to'rt ishga o'xshaydi deb. Bu yerda bular o'ynay oladigan, g'arbliklar o'ynay oladigan mazhab masalasi bor malaning orasida. Anandaki Kürtlar va as-sonliq, milliy as-sonliqlar. Ammo nimada Markaziy Osiyoda, Turkiston va uning Turkiyada Pakistan'da mı biraz mezhep meselesi var, lakin andaq ağır emas. İkincisi, Afganistan Amerika uruşudan keyin Amerikaga qarshi bir narsa Amerikaga qarshi ideya yoki Amerikaga qarshi kayfiyat g'alaba qilgan davlat. Ularning ichidan yanımda sectarian jidal chiqarish qanchalik mumkin, ya mazhab jidali chiqarish. Onundan keyin Türk Cumhuriyetlerinde olsa, bu 5 Cumhuriyetde olsa, Sovyetlarning qo'lida 70 yil turishning bir pozitiv narsa bu yerda radikallik asosiyatini yo'q. Ya Pakistan o'ynayman deb bu yerga diniy radikallikni kirib o'ynayman deb sinab baqqan turib, lekin Sovyetlarning ta'sirida bu radikallik asosiyatdan yo'q bu yerda. Şunun için Amerika bu yerda nimini akirdi, nimi bilan bu yerni qalayimqon qildi, yani Xitoy bilan bular hammasi yim bo'lib olsa. Shunga O'rta Sharq bilan Markaziy Osiyo, yoki O'rta Osiyo va yoki Turkiston ma'bu rayon bilan O'rta Sharqninki o'xshash bir narsa, o'xshash bir karta ishga ishlamaydi deb qarayman. Hem İranni hozir andaq jidallashtirish, Suriyalashtirish yoki hozir deganim 5 yilning ichida jumla qarindoshlar. Onu Suriyaleştiriş, onun ayıqidagi davlatlarni Xitoyga texmi yaqinlashtirish va Xitoyning nimasida bir yim bir birliksep shakllantirib qo'yish ehtimoli cho'ng. Shuning uchun uningki mening beshidan deb kelayotgan nimam bo'yicha Isroiliya Amerikaning manfaatiga uyg'un kelamdikan mamdu qalayimqon o'zining ishini qilib ketaveradigan shaklda qilayotgan ishini nazarga olsak, İran'dan keyin Sharqqa emas, G'arbga ketishi mumkin bu ish Turkiyaga. Yani biz kutgandek narsa chiqmasligi mumkin oxirida. Uning ehtimoli cho'ng deb qarayman men. Chunki İranning qalayimqon bo'lishi hozir men degan sababdan Amerikaga foydali emas, ammo Isroiliya uchun foydali. İran ajizlasa, Turkiya ajizlasa, İsroiliyaning ta'siri biroz kuchaydi. Lekin ba'zilar degandek İsroiliya O'rta Sharqda bir regional power, rayon xarakterli kuch bo'lib chiqishiga men ishonmayman. Chunki nopos yo'q. Noposu yo'q, davomli bir jidal chiqsa, bir ish qilsa, Amerikaning dollarini shlankin akab keyindan ulab qo'yib, Amerikaning dollari taraq kirsa, uni qilgan narsa regional power bo'lib, uni saqlab qolishga yetmaydi u. İsroiliya o'zining iqtisodiy kuchi yoki bo'lmasa nopos kuchi yo'q, o rayon xarakterli bir
regional power bu Türkiye'ye, Mısır'a, İran'a, Saudi'ga teng, hemmisini tengpunluk şekillendirdiğin bir nesli bulalışı natayın. Muşqitin mi uruşda hazır İsrail'e şu Palestin'de başlanğan işten tatip buyuqı kelgen pul 60 milyar mı 100 milyar dolar değişipti. Ya İsrail'in özünün defense budjeti yine 8 milyar mı 9 milyar dolar pularıydı her bir yılda. Bu 100 milyar dolar nereden geldi yani? Eğer İsrail'e özünün küçüğüyle vuruşkan olsa bu vakitçe bankrupt vakit etti ya da iktisadi veyran vakit etti. Amerika'nın ulaqlıq nemi var kendi Şilanka. Bu aletde bir eşkicanın yenişi mümkün, lekin regional power'lık yani rayon karakterli küş halini özünün iktisadi ya özünün noposu yani insan sani bombay turup o Amerika'nın ulaq koygan Şilankası bilen yani bu ottur şerikteki rayon karakterli küş halini qanchalik saqlayalaydı. Şunu ben İsrail'in onda bir berişini oylamayman. Fakat bizning ham xiyolimiz amalga oshmay, İrandan kim bizga keldi deb o'tlasak, fakat İsrail'in o'zining 2011-yili buni ochiq degan bo'lar. Bir qancha davlatni ajizlatmasak, kuchlanib ketsa bizga xatari bo'ldi keyin deb. Uning ichida birisi Türkiye, birisi İran, birisi Suriye. Hozir Suriye bilan İran'ınkini yana qalayman qilgandan keyin şunu mening endişem şu Türkiye'ye ketadi iş. Çünkü bu İran'da bulungan iş endi desem yani şu Amerika'nın planı, Amerika'nın orunlaştığı işi deb qaramayman. Trump'ның aylıqı bu iki devlet nemiş qatqanını bilmeydi degenidan bu nayet iniq qildi. Şunun için İran qalayım qallasa yoki Suriye'leşse ben bu yerden bizga foydali bir narsa ko'rmayman. Hem Xitoyning qo'shnilarini yemlashtiruvdi texnik sepini, hem Xitoyni bu yerga rasmiy qo'l tiqishga bir yo'l ichib berdi, o'zining qurolli kuchlarini qurollantirib, Amerikaga qarshi kuchlarni qurollantirib urushtirishga. Undan keyin eng ichinishli yoki bo'lmasa eng bizning xohlamaydigimiz sharqqa mangmay g'arbga ketish ehtimoli bor bu planning. Bu narsalarning hech qaysisi Türkiye xatiri yoki İranning rejimini almashtirish planlari bular tugagini yo'q. Bu ehtimolliklar yo'qolib ketgani yo'q. Oldimizdagi bir 15 yilda ko'rimiz ham har qaysi tarafga qanday bo'lganini. Ama asli narsa Amerika uchun foydali narsa, shu İranni cheklayalaydigan narsa, aslisi Türkiston birligini qo'llash edi mening qarashimda. Yani bu qaysi bir yig'inda sunuldu bu Amerika teklif. Türkiye'nin bu Türk devletleri işbirliği teşkilatı degan narsani qo'llash, uni kuchlantirish va O'rta Osiyoga Türkiye'nin ta'sirine kirib Xitoyni mushu ta'sir bilan cheklash degan teklif sunuldu. Bunu ilib qandaq ko'rdi, qandaq bo'ldi, yani tadqiqotchilar sundi buni. Bunu ilib qandaq ko'rdi, nimish qildi, buni oldimizda ko'ramiz. Ammo meningcha eng to'g'ri narsa shudir. İran'da mı çekleyelaydı? İran'da parçalı işlama yo'qdi. Senin içinde 40 milyon Türk var. Ma üstündeki Türk işbirliği var nesi var. Şunun için İran sen özenge dikkat kılmışsan ma bu 40 milyon Türk Türk birliği koşulup senden çıktı ducumu diyen tehditli purassa İran'a yeterlik nesi o bombardıman kılışı yakın kışının ağaçı yoktu. Ama o planga koşulmaydığını kim o dese İsrail'e Türkiye'nin güçlənib ketişini xalamaydı rayonda. Şunun için Amerika ile Xitoy hem Xitoyga taqobil turma, hem İsrail'ni akiltime bu akibalam nemidir şunu qilib berman deb bu ishga yo'ldim olsa, men burun degandim İsrail'ni tashlamay turib Amerika Xitoyni yengolmaydi. Çünkü şu Türkiye'nin bu İsrail'nin talebi bilen, İsrail'nin endişesi bilen cheklab turibdi Amerika. Hatta Kürtlerini, PKK'ni şunun için kollaydı, korallandırıp. Türkiye'nin güçlenmesliği için. Emniyeti Türkiye'nin G'arbdagi Gretsiya tarafdagi qantini bağlayıp o'tib sharqqa ichivasini bo'pti qantini. Şu Xitoyning chegarasi va şu Türkiston deb bo'shtab berib, Xitoyni ashadi to'sayli desinin buldu ameliyatda. Ama onundan İsrail'e rahatsız.
Ondan keyin İsrailiya to'g'risida men yana bir narsani deb qo'yay qarindoshlar. Bek Yahudi olan ben aran qalqan qarindoshlar var ki bizning aramizda. Qaranglar, bir millatga, bir davlatga o'chmanlik qilish emas maqsad. Mesela Amerikaliklarga Amerika'nın Trump'ның yabirsinin siyasetini ayıplash, Amerika xalqiga o'chmanlik qilish deganlik emas. Amerika xalqimi şu sizga o'xshash ikki ko'zi var, ikki qo'li var, ikki puti var, uyda boqma solmaydigan balasi var, to'limi solmaydigan ijarasi var, ya mortgage var. Sizga o'xshash, menga o'xshash bir odam bu Amerikaliklarmi. İsrailliklarmi shu, o'xshash. Ama devletlerinin qilayotgan siyosati, beshidikilarning siyosati birga bizga ziyonli narsalarni qilib so'zlaymiz. Ikkinchisi insoniyat degan narsa var. Onunga qabul qilinmaydigan narsalar bo'lsa, uni so'zlaymiz. Qari sig'layliqi u İranni qo'llaydi-ku, ya bu İsrailiyani qo'llaydi-ku deb Galatasaray va Fenerbahçe emas qarindoshlar, bu rangiga qarab mani qo'llaymiz deydigan. Oldindan bizning menfaatimiz oldu bir, ikkinchisi insoniylik nada? İnsan buluşumuz gerek. Mesela Palestin'de öldüğü Müslümanlar emas, u yerda Hristiyanlar mı öldüğü bombada. Yani insan bulsanız 2 milyon adamın üstüne bomba neydi var, siz bunu kırgıncılık diyemezsiniz. Sizin kırgıncılığınızda kim kırgıncılık deydi dünyada çoğu? Bunda mesele var. Ondan ki yani bir nersinde koy, İsrailiya'nın Xitay bilen boğan iş doğrusu da. Bizde hazır adamlarni lagerga ketib, adamlarni Xitoyning shaharlariga yo'tkab, quruq qolgan uylarni, ziminlarni, etizlarni, yerlarni, tuproqni Xitoy ko'chmanlariga beryotdi-ku. Xitoyning mush siyosatining ismini o'ylab batqin bilamdiq qarindoshlar. Xitoyning nima, ya'ni Uyg'urlarni tarqaqlashtirib Xitoylarni akilishmi? Bu siyosatning ismi nima? Bu siyosatning ismi qarindoshlar, Şinjan'da 100 İsrailiya qurish siyosati. Bu to'g'risida 2010-2011 yılı bir maqal chiqqan, hali Şinjan yig'inlarini ichib yurganda Xitoylar. Uyg'urlarni qanday yig'ishtiramiz deganda, shu ziyolilar Xitoylarning yozganda maqolalarni bir Xitoy shuni yozgan. İsrailiyadan o'rganishimiz kerak. İsrailiyami shu Falastin degan yerda kelib u yerda 2000 yildan yashayotgan, 2000 yildan yog'i yashayotgan Arabdan birisining oldiga Amerikadan, Avstraliyadan, Yevropadan bir Yahudini apirib, onun qo'liga Yahudi pasportini berib, İsrailiyaning, undan keyin kelib 2000 yildan yog'i yerda yashayotgan Arabning qo'ng'i tepib chiqarib o'tib, Yahudini kirgizib qo'ydi. Bu settlement plani butunlay xalqaro qonun hamma xilop bir narsani qiladi. Xitoy bizga qilayotgan ishni ashadin o'rganib keldi. Bunu unutmaqlar, bilmisanglar, o'rganinglar qarindoshlar. İsrailiyaning Falastinni qanday qilib yeyotganini, qanunsuz ko'chmanlarni kelib ziminning uy egalarini qanday qo'g'lab chiqarganini Xitoy o'rganib oladi, kelib bizga qilyotdi. Bizning ziminimiz cho'nbek yo'g'on bo'lg'achqa bir İsrailiya qurish qilsak yetmaydi. Şinjan'da 100 İsrailiya qurish plani. Shuning uchun bu Amerika'nın gepocu sakalı laikizmi, yani bizim de basketbol komandasını tanlagandaki iş emas bu. Ya futbol desek Real Madrid mi, Galatasaray mı degandeki iş emas. Bu yerdeki işlerin, buluvatkan işlerin mahiyeti ve onun bizge bağlanışının tigini düşünüşümüz gerek. Şu vaxtıda A mı hata? Çünkü A hatanı ekilip bizde kılıvatıdı, bu mu hata? Desek bir izçillik oldu bizde. Şunun için bu Palestin degan mesele doğrusunda biraz to'xtaldim. Ondan keyin yana bir narsani deb o'taymi, ya da bugun bekchiq temi yo'q dedik-ku, savolmi tushmi degancha. O'rta Sharq to'g'risida men ayrim bakcan 2-3 programma ketdi O'rta Sharqni tushunish uchun. O'rta Sharq amaliyotda bek murakkab emas. O'rta Sharqni kuchliklar haqsiz o'qashqa, kuchliklar o'zining qilayotganining xatoligini bilgachga qasdan ishni murakkablashtiradi. Shuning uchun shu bizdan dinga kirdi, u Yahudi, bu musulmonki mazhabga kirdi, sunniy, shia, anadiki uningga buningga hamma nimaga kirdi. Amaliyotda undan murakkab emas. Asli ishlar mohiyatini tushunsak. Ammo uni birdan so'zlash kerak, tarixini so'zlash kerak, u bek uzroq ketadi. Lekin mandaqli bir narsani deb beray. O'rta Sharqqa bilib turib planlıq şekilde demokratiyani ekenmeydi. Dünyada demokratiya çeklengeyiye O'rta Sharq.
Nima uchun bilamsizlar? Masalan, Amerika Iroqqa kirdi, demokratiyaga keldi. Voy, bu Iroqliklar bilmadi demokratiyani ishini qilishga bo'lmadi. Emas ish. Amerika Iroqqa kirib, demokratiya deb nima ish qildi desanglar, Barzani, Maliki, Talibani deb 3 oilaga bo'lib berdi Iroqni. 3 oila boshqardi. Shu bilan xalqdan norozilik chiqdi, bostirildi hammasi. Shu bilan oxirisi isyon chiqdi, Daesh chiqdi. Bu Daesh nomli nima maqsadi chiqarilganini so'zlab bo'ldik. Qalayim qarshilik chiqdi. Agar bu yerga O'rta Sharqqa demokratiya akildigan ish bo'lsa, Eronning men so'zlab o'tgan Muhammad Musadiqni nima ish tushirdi, saylangan bosh ministrni. Demokratiya chiqdi g'arib. Amerika bilan Angliya nima ish tushirdi. Misrda Muhammad Mursi Misrning 5000 yillik tarixida tunji bo'lib xalq saylagan prezident. Misrning 5000 yilda tunji qitim saylangan adamini tushiribdi u. Harbiy o'zgarish bilan. Nima ishqa? Bunday gap. O'rta Sharqqa demokratiya kelsa, bu yerdagi davlatlar demokratiyalashsa, buni tushunsa, O'rta Sharqning demografiyasi qarasak, nupusiga O'rta Sharq 90% o'ngchi. Ya dinchi, solchi deyilganlarmi O'rta Sharqda millatchi, yana o'ngchi va amaliyotda xalqaro o'lchamda. 90% dinchi, 10% millatchi bo'lgan bir coğrafiyada xalqi siyosatni o'ngchilar ufti vurdi saylamda. Agar demokratiya bo'lsa. Masalan, Turkiyada Erdo'g'andek dinni ishiltirgan odamlar ufti vurdi. O Misrlarda texmi berbat. Shu o'ng taraf uftili vurdi. O'ng taraf uftili vas nima ish bo'ldi? Bu yerda aniki demokratiya bo'lsa, bu xalqning dinini qilsa, nima ish bo'ldi O'rta Sharqda? O'rta Sharq davlatlarning hammasining xalqi Isroiliyaga o'sh. Isroiliyaga qarshi butun xalq. Undanki bu yerda saylangan rahbarlarning hammasi Isroiliyaga qarshi maydonga o'tish kerak. O'rta Sharqqa demokratiya kelsa, Isroiliya o'zi yalnız qoladi, butun hammasi birlashib ketadi Isroiliyaga qarshi. Chunki xalq o'ngchi. Xalq Isroiliyaga norozi. Xalq saylagan hukumat xalqning dinini qilish kerak. Shuning uchun bu yerda bir qancha narsani ishiltidi Amerika. Birinchisi qo'chaq podsholar, masalan Saudiya Arabiston, o Bahrayn, Qatar, o bu degan qo'chaq amirlarning hammasi shu Amerika bilan Angliya tutib turdi qildilar. Agar Amerika bo'lmasa, 2 kunda yo'q, masalan xalqi o'raydi demisdi. Bularni tutib turish kerak. Bularniki Isroiliya bilan yaqin bo'lalaydi. Diktator zaten urdu tepdi. Mesela 2011-yili shu Arab bahorida boshlangan namoyishlar qo'chaq amirlarnikida bo'lmadimi? Mesela Bahraynda bo'lmadimi? Saudiya Arabistonda bo'lmadimi? Bo'ldi. Boshqa davlatlarda demokratiyaning qo'llovchi davlatlari Bahraynni qonliq bostirib o'tdi. Saudiyadan 60 ming askar kirib. G'arb mediasida yo'q bu xabarlar. Hammasi o'chirib o'tdi xabarlarni. Ya'ni demakchi o'g'lim O'rta Sharqqa demokratiya akanmaydi. Demokratiya kelsa, bular demokratiyalashsa %100 model en güzel şekilde demokratiya bo'lmasa-mu, Türkiye'nin seviyesinde demokratiya kelsa, bu yerda bütün xalq Isroiliyaga qarshi kandidatlarni saylaydi. Ve bu davlatlarning hammasi Isroiliyaga qarshi odamlarning qo'liga o'tib ketadi. Shuning uchun bu yerga demokratiya akanmaydi. Ham demokratiya akanmaslikni qanday amaliyleştirdi? O'ylab beqinglar. Demokrat bir narsani beğenmeyme desiniz, yo'q bu san cheklandi, bunu beğenmeyme desiniz, onunla texmi intildi insonlar. Undaqda qanday qilib insonlarni intildirmay turib bu narsani beğenmeydi onunla. Deganda bunday tushundiring. Birsi ma qo'chaq podsholarni, qo'chaq amirlarni tutib turdi. U davlatlarda isyon chiqsa, Amerikaning askarlari Saudiyaning formasini kiyib berib bostiruvdi doyalarni. Unga tegmaydi. Endi ba'zi davlatlarda, mesela Misrdagi yoki Iroqdagi davlatlarda qanday qildi desanglar, qarindoshlar, kichik balani o'ylanglar. Ish shokolad yeb baxmagan bir bala. Men shokolad yeyman desa, sizga ikki tanlash bor oldingizda. Birinchisi, yo'q, shokolad yesang olmaydi, o'sangiz ziyon qildi. Ammo buni deysiz, u bola o'g'irlikchi oladi shokoladni. Texmi intildi cheklangan narsaga. Ammo ikkinchi yo'l bor. Siz balangizga shokolad yemsa, bola mana shokolad meni ye deb nanning ustiga sirkin to'kib berib baqa, shokoladda bir ishlaydi, chiroyi bir o'zgardi, umrida shokolad degan narsaga qaramaydi bola.
Shuning uchun O'rta Sharqda demokratiya bermaslikning yo'li shu, Amerikaliklarning qildig'i. Demokratiyaning saxtisini berish. Ya'ni demokratiya alamsa, mana demokratiya deb Iroqni 3 oyliga bo'lib bergandek, boshqa davlatlarga bu demokratiya alamsa, mana demokratiya deb bir qonliq, bir dahshatli bir narsani berdi. Şunlar u yerdagi odamlar shokolad yedim deb sirkini yeb shokolad qo'yish o'rnidek kichik bola. O xalqlarmi demokratiya degan mush bo'lsa biz buni olmaymiz herkes deb demokratiyaga o'sh. O'tir Sharqning xalqi. Ammo yani ko'p qismi. Ammo u nimani buzg'anti 2011-yil demokratiya deb chiqqan tayamisi. Amerikada o'rimisi bo'lmaydigan davlatlarda ishga urush qilinib ketdi o'shlar. Amerika saqlab bo'lsa, qo'g'dilmasi bo'lmaydigan davlatlarda Amerika bilan birlashib bostirib etdi o namoyishlarni. Bahrayndagi 2011dagi Arab bahorining Bahraynda nima sho'g'ini izlab baqsanglar ko'rasizlar. Bahrayn o'zi yetish bo'lolmay, Saudiya Arabiston, Amerika uchib bostirib etdi xalqni. Shuning uchun O'rta Sharq mana mushtaq narsa, ya'ni O'rta Sharq so'zlasak uzrab ketadi, bir muhim alayidligi mushu. O'rta Sharqqa demokratiya kasb bo'lmaydi. Shuning uchun O'rta Sharqqa demokratiya nomi ostida qon, bombardimon, jasad, o'lik berildi. Shu bilan u xalq demokratiya desa, unga yiqilib kelmaydigan bo'ladi. Bu bizningmi? Siyosal islomchi guruhlar bizningmi shakllanib o'tibdi, bizninkilarmi shunday deydi, demokratlar bular, demokratchilar deb. Sen demokratiyaning nimaligini bilamsan? Bir demokratik davlatda yashab yarimay, tetimay ketib qolganing bormi? Ya g'arb demokrat davlatlarga Misrdan u yerdan bag'allig'im mo'k yiqib so'zlab yotamdi. Demokratiya degan bir angushtar. Bir diamond, yani almas. Uni Amerika kelib sizga berish majburiyati yo'q demokratiyani. U cheklaydi o davlatlarni shunday shaklda. Ammo u xalq o'zi pishib, o'zi yetilib, to'xta biz bunday narsa bo'lsa, biz bunday bir inson, bunday bir madaniy shaklda masalalarimizni hal qila oladigan bunday bir yo'l voqea degan narsani bilib, shuni tonib yetib, shu pishib yetilganda o'zi julib oladi uni. U vaqtida Amerikaliklarni to'saydi, to'sab bo'lolmaydi agar xalq rost pishib yetilgan bo'lsa. Mesela Türkiye'mi shu demokratiya degan bir narsaga 90 yil oldi intilyapti. Nurg'un to'saqlarda burunqi qaraganda jiq pishdi turk jamiyati, lekin yana yetarli emas. Turklar shu pishib yetilganda andan keyin Yevropaning saviyasidagi, Norvegiyaning saviyasidagi yoki Angliyaning saviyasidagi demokratik sistemini o'zi qurib chiqadi oxirida. O'rta Sharqdagilarning unda bir narsa qurib chiqish uchun g'arib to'saydi uni. Aldın kesidi yo'g'idi. Turkiyaning kirib kesidida yosh kessi jiqsa o'rnidan qopab, yana jiqilib, yana qopab, ochda tasdiqda erishadigan bir angushtar o demokratiya. Hech qanday sirtdan kelgan bir davlat sizga demokratiya qurib berish mas'uliyati yo'q. Hamma davlatlar o'zining ichidagi demokratiyani qo'g'dashga hukmlik. O'zining davlatining ichidagi demokratiyani qo'g'daydi ular, ammo sizga kelib demokratiyani biz qurib beraylik demaydi. Hatta siz şu yo'lga tushib qalsangiz, to'g'ri yo'lga tushib qalsangiz, o yo'l ziyonliq bo'lsa, ular uchun o to'saydi, kesidi. Masalan, Muhammad Morsi demokratiya bilan keldi huquqqa. Agar uni qo'yib, ya'ni demokratiya eski keldi Misrliklar, Muhammad Morsini sayladi. Amerika gaqirmagan bo'lsa, aralashmagan bo'lsa, u yerda bir demokratik kultur pishib yetilish bilan birga agar Morsi o'zimi qandaq shariatchi nimalarni chiqarib o'zining putini biroz putlab oldi-da u gap qilmay Erdo'g'onga o'xshash tamomdan demokratiya ma'amiz deb 20 yil Misr shunday mengib demokratiyaning ta'min tetib olgan bo'lsa, u vaqtida Misr o'zgardi. Misrdagi sistemini keyin g'arblik kesimiz desimi kesilmaydigan yerga ketdi. Lekin bu odamlar demokratiyaga nafratlantirilganligi uchun demokratiya degan narsaning qanchalik muhim bir jamiyatni, bir davlatni tutib turishda, uni bir rafoh, bir prosperous, taraqqiy qilgan bir jamiyatga aylantirishda qanchalik muhim narsa ekanligini tushunmagachga yoki ta'tir tushuntirilgachga o'zini amaliyotda ishadan qutqizib chiqadigan narsani rad qiladi. Xuddi kichik bolalar shokolad yeyma,
nimini brokoli yemeyme degendek. Emniyeti brokoli payda kıldı o. Bu O'rta Şerqdeki adamlar mı? Ya biz demokratiya almaymiz, mana alımız deydi ama alımız degen yolu texmi gaflet, texmi jahalet kitip koydular neyse emniyette. Ve şu yolunu bir yerde emisiga. Ma yolunu al qara, mani emir tikle, mani bijimi tikle deydi. O emir zaten başkalar üçün işleydi. Şunun için O'rta Şerq to'g'risida agarda qiziqish bo'lsa, men ayrim O'rta Şerqning tarihi, qachon qaysi voqealar bo'lib, nima ishlar bo'lib o'zgardi. Ve bu şekillengen narsaga qarshi chiqqan odamlar yo'qmi? Bor, masalan, Saudining burunqi qiroli Faysal. Bu adam qarshi chiqqan bu bo'layotgan ishlarga, shu shakllangan narsaga, ammo Faysalni CIA'ning qaslab etdi. Ondan ki Amerika'da İsrail'in bundan erkilishiga Amerikalıklar davamlı ma'qul debdi deganda unday emas. Bu yerde mu mesela 56. yılı İsrail'e Mısır'ın Sinay çölünü bir tatip alıyordu mu? Süveyş krizisi çıkan vaxtıda Fransa'ya, İngiliz'e, İsrail'e üçü bir olup besip kirip Sinay'ın tatip aldı. Ama o vaxtdaki Amerika'nın prezidenti Eisenhower çıkıp deydi İsrail'e iki tallaşım var. Birincisi Sinay'dan çıksa, ikincisi Sinay'dan çıksa dedi. Üçüncüsü yok. Talla çıkamsa ya ki çıkamsa degendeki İsrail'e çıktı. Yani Eisenhower bugünkü prezidentlerle okşamaydı Amerika'nın o vaxtdaki prezidentleri. Hem İsrail'in lobisi o kadar güçlü emesti vaxtıda. Onundaki yani iki prezident var. Birisi Jimmy Carter, ikincisi Bill Clinton. Bu ikisi mi İsrail'in lobisi baş ekmeği mangdı. Ama Bill Clinton sertleşti, Jimmy Carter'ın muhabroyunu medyalar bilen töküp nem kıldı. Kaçan Amerika'nın niminin Yahudi lobisi Amerika'da prezident sen çıkamayadın dep çıkarıp italaydığa yerdin. Bugün kalğı kaçan öttü desek JFK'nin, Kennedy'nin qəslenişinin keyin özgerdi işte. Onun kim Barbara İsrail lobisinin gipini alayda ayağa uçup kaldı Amerika'nın siyasetçileri. Bu mu bir uçur olsun ama burunun da emesti burun. Amerikalılar muşlu bir göz tutla İsrail'e gipini amıltattı burun prezidentleri. Hazır onu kıladığı yerde ötep gitti. Şu an arkadaşlar bugün biraz ahırsı çaşma oldu. Çünkü bugün deydiğim bekçik nesimi yoktu. Trump'ın koygan bu yetişmezlik dersiydi. İsrail'e kançak vakti buzudu. Şunu görürüz hem de ahırızda. Başka suallarımı düşmedi arkadaşlar. Kim fırsat bulsa ben O'rta Şerq doğrusunda yani O'rta Şerq'nin anatomisi, qaysi dövlet qanday hareketli bo'lgan, milletçilik hareketleri bilen milletçilik hareketleri qanday çıqqan, Arap milletçilik hareketlerinin aldığını qanday kesken, Amerika radikal İslamını Saudi bilan birga taqib turib bularni qanday putlagan, Hamas'ni İsrail'e nima uchun qurgan. To'g'ri-mi? Bugun Falastinda urushyotgan Hamas'ni Mısır'daki ihvançılarının Palestin şöbesi olarak kurulduğu vaxtıda İsrail'e kurulgan, İsrail'e yardım kılan. Neyim için? Nurgun nesle vardı O'rta Şerq doğruluk. Kim fırsat olsa O'rta Şerq'deki bazı tarihi vakalar, ahir görünüşlerini, işlerinin biraz haberlenip biraz bilsek, bugün buluvatkan işlerini göreleyimiz yani. Nereden kelip, nereye gitvatkan şişkeligini. Şu an bu da bir nim bolsa, Xudoyim görsem şu Osmanlı'nın çöküşüdün keyinki O'rta Şerq'nin şekillenişi, İngiliz qanchalik rol oynadı, keyin Amerika qanday ötküzüp aldı işini, bir yerde Arap emirli qanday çıktı, Bas partiyalı qanday çıktı, demokratiya üçün mağımız deganlarning yolları qanday kesildi, İran'daki Muhammed Musaddiqqa o'xshash, Mısır'daki Muhammed Morsiga o'xshash degandek. Jiqish var arkadaşlar. Şu an herkes bu aldı kendini bilmeyi turib bulup mu 100 yıllık tarihini bilmegen bir tuprak doğruluk kesip bir narsa demenler arkadaşlar. İşler körüngündek emas. Bazı zamanda körüngen bilen asli mahiyeti başka narsa olup kaldı. Şuna qeyrindaş, eğer O'rta Şerqni biraz izlengen, qiziqadigan qeyrindaşlar olsa birlikte sen qanday qaraysan, ben manda qarayman şeklinde kişilik söhbet olsa texnik yaxshi oldu. Qarshi olmayman işte qeyrindaşlar olsa aloqalashinglar. Şuğa bu da eğer fırsat olsa O'rta Şerq'nin anatomisi doğrusunda bir deyip kısak programlar kısak aldığımızda diye ümitliyim qeyrindaşlar. Jiqmi sual mı düşmedi? Şuna programın vaxtımı toşuptu.
Emse qarindaşlar, emmolla bəgən diqqətinizə, vaxtınıza rəhmət qarindaşlar. Bu da qitim görüşkiçe hazır mən xoş deymen. Manas Deryası boyudaki teslimiyetçilikten emas, Talas Deryası boyudaki cesaretten ilham alımız qarindaşlar. Görüşkiçe aman bolun.